Yoshlar, niyatni zo'r qilinglar, butun qilinglar. Farishta bo'lar ekanda odamni yelkasida shu har bitta gapiga amin qilar ekan. Bu qizning gapini eshitinglar-da. Endi odam o'lishi bilmayki, ertaga o'lishi mumkin, yoki bugun, yoki hozir, yoki 2 kundan keyin odam o'limi bilmaydi. O'lsa mashq qo'shib qo'yinglar, bo'ptimi? Siz blogingizni o'qisam yuritaman, asarlaydi. Bir umrga yurasam, o'lgandan keyin million odam tanisa kerak. Bayinlarim ham ketadi ketsa. Может, mana shu istoriya tursa agar, video senda tursa, mabodo kim o'lib qolsa, mana shu istoriya qo'ysa ham bo'lar ekan. Hozir o'limimni eslayapman men. Keyin mana shu kreditga mashina olganlar, yaqinda prava olganlar, tez haydamanglar. Radar bormi, yo'qmi, eplolmay qolasizlarda, tajriba yo'qda sizlarda. Bir 3-4 yil 50-60 tezlikda haydab yurib sal tajribalaringni orttirib olsalaring, keyin tezroq haydaverasizlar. Mayli, aks holda yoshlarda o'limi ko'payib ketyapti-da. Ukalar tez haydamanglar, mashinaning niyatni ham zo'r qilinglar.